ukam qara suvni o'chirib qo'yib tishingni yuvsang ham bo'ladi. Tishingni yuvib bo'lganingdan keyin suvni yoqib og'zingga suv olib keyin chayib tashlagan suvni isrof qilish yaxshi emas. Tamom? Прибережных кустов весу. O'zimsan ukajonim. Dars qilyapsanmi? Senga bitta zo'r narsa o'rgataman, maylimi? Hozir ko'rsataman. Chiroqni o'chiramiz. Bundan yaxshirog'ini senga ko'rsataman. O'zimizni tabiiy quyosh eng yaxshisi ukam. Bekorga, beburtga elektr energiyasini sarflamagan yaxshi. Tabiiy o'zimizni tekinga quyosh turganda shundan foydalanganimiz yaxshi. Ko'zimiz uchun ham foydaliroq. Hamma? Ukajonim, o'chir. Unaqa qilmagan. Gazni, suvni, to'klarni beburtga ishlatmagan ukam. Chunki agarda hozir bekorga tejamasdan ishlatadigan bo'lsang, kelajakda o'zingga, sani farzandlaringga va nevaralaringga, kelajak avlodlaringga yetib bormaydi, yetmaydi. Shuning uchun ularga ham yetib borish uchun hozir tejab, kerakli joyida ishlatishimiz kerak, hamma? O'zim ukajonim.